Assalomu alaykum hammaga. Xudo xolasa biz yana aziz sizlarga ko'rsatadigan vajamiz gaz atabliniya, ko'mir atabliniyaga mos bo'ladigan batareyalarni ko'rsatib o'tamiz. Batareyalarimizni sifatini, ishlashini gap bo'lishi mumkin emas. Kачествосini, garantiyasini 30-35 yil beraman. Endi batareyalarimiz L500 degani bor, Navas degani bor. Navas degani eni 9 santa bo'ladi, balandligi 60 santa bo'ladi. Bahasini e'tibor beringlar. Bahasi 500 ming so'm. Bahasi 500 ming so'm naqd pula. Endi bu batareyalarimizni 650 ming so'm, 700 ming so'm sotib turibdilar ba'zi bir yerlarda. Bizda 500 ming so'm shu vach. Endi bu batareyalarimizni narxini eshitinglar. L500 degani. Buni eni 9,5 santa chiqadi. Balandligi 60 santa chiqadi. Buni narxini e'tibor beringlar, 650 ming so'm chiqadi. Bu 5 ventilyatorli deb aytiladi. Bu batareyamizni ko'pchilik do'konlarda e'tibor berib videoni qarasangizlar 85 ming so'm, 90 ming so'm, 95 ming so'mgacha sotib turibdilar. Bizda esa 750 ming so'mdan turibdi. Eni chistin 10 santalik, balandligi 60 santalik. Qizdirib beradigan kvadratına keladigan bo'lsak, 2x2, 2x4 kvadrat qizdirib beradi. Kimga shuningdek xizmatlar kerak bo'lsa, pastdan nomerlarimizni qo'yamiz, bog'lanaverasizlar. Biz manzilni tushuntirib o'tadigan bo'lsak, Xorazm viloyati Shovot tumanida joylashgan. Endi shu O'zbekistonga ketadigan quruqni bo'yinda, yo'lni bo'yinda. Temurbekning do'koni desangizlar, hamma ko'rsatib beradi, xudo xolasa. Bizani batareyalarimizni turlari ko'p. Agar Instagram'ıma, YouTube'uma podpiska bo'lib kelsangizlar, undan ham yana arzonlatib beraman. Panelli batareyalarimizni soni cheklanmagan miqdorda ko'p, xudo xolasa.